Assalomu alaykum. Bu videoni kuzatuvchilari. Bu videoni olishdan maqsad o'ylaymanki kimlargadir menday kasal bo'lganlarga foydam tegadi degan umiddaman. Bundan 2 yil oldin ko'kragimdan yiring qon aralash, suyuqlik kela boshlagan. Bundan men juda ham qo'rqdim va Samarqandda bir qancha tekshiruvlardan o'tdim. Bu juda ham xavfli ekanligini aytishdi menga doktorlar va meni Toshkentga jo'natishdi. Toshkentga bordim, momoliklarga uchrashdim va bir qancha tekshiruvlardan o'tdim bir hafta davomida. Keyin menda ularni shunaqa tashxis bo'yicha ko'kragimda sut yo'llarining ichida papilloma bo'lgan va buni olib tashlaymiz deyishdi va operatsiya bo'ldim. Olib tashlashdi va ular garantiya berisha olmadi menga. Yana bu o'simta o'sib chiqmaydi deb. 1 yil davomida men bir qancha tekshiruvlardan o'tib yurdim va yana mendan 2ta o'simta o'sib chiqdi. 2ta o'simta chiqqandan keyin doktorlar yana meni kuzatuvga qo'yishdi. Faqat kuzatib turamiz. Agar o'simtangiz juda ham o'sib ketsa, operatsiya qilamiz deyishgandi. Keyin men qarab tura olmadim. O'sib ketsa yana operatsiya bo'lishning o'zi juda ham qiyin. Va bir qancha tabiblarga bordim. Va bu tabiblar bu o'simtani kestirgansiz, buni hech qanday iloji yo'q endi deb shunaqa gaplar qilishdi. Men juda ham tushkunlikka tushdim. Butunlay tushkunlikka tushib qolgan edim. Nima qilishni bilmasdan bir kuni jiyanim aytib qoldilarki, Jizzaxda dugonasi massapatiya kasalligi bilan davolangan ekan. Keyin menga doktorning nomerini berishdi ular. Va men bu Baxtiyor Nigmatovichni telefon nomerlarini oldim doktorni va doktorga telefon qildim va biz kelishib oldik qachon davolanishga borish kunimizni. Keyin men Jizzaxga bordim, Marva klinikasiga va o'sha yerda 5 kun davomida 2 mahaldan Rams usulida muolaja oldim. Rams usulini Baxtiyor Nigmatovich Rossiyada o'qib kelgan ekan. Bu metod hali yangi ekan. Bu juda ham yaxshi deb bo'lmaydi-yu, og'riqsiz deb bo'lmaydi, og'riqli, lekin chidasa bo'ladi. Men chidadim va 1 oydan keyin o'ziga tushib tekshiruvlardan o'tishim kerak edi. Keyinchalik Toshkentga bordim va tekshiruvdan o'tganimda o'sha o'simta o'sishdan to'xtaganligi ma'lum bo'ldi. Keyin yaqinda yana Samarqandda yana o'zi tekshiruvdan o'tsam, menda hech qanaqa o'simta yo'qligi ma'lum bo'ldi. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Sizlarga ham tavsiya qilaman, Baxtiyor Nigmatovichga, agar mendaqa ko'kragida papilloma yoki o'simtasi borlarga o'sha yerga borib davolanishni. Men bu juda ham tabiiy usul, juda ham yaxshi usul ekan. Bundan men juda ham xursand bo'ldim. Hozirgi kunda menda hech qanaqa kasallik yo'q. Men batomim tuzalganman hozir. Va 5 yildan beri men homilador bo'lolmayotgan edim. Hozirgi kunda homilador ham bo'ldim. Va bundan juda ham xursandman. Doktorga mingdan ming tashakkur aytib qolaman. Rahmat sizga doktor. Shunchalik menga shunday yaxshi tuzalib ketishimga va yana farzandli bo'lish imkoniyatini sababchi bo'lganingiz uchun rahmat sizga.